qishloq bor edi deyapti turishdi menga. Bu yerda men bu yerda qishloq bor ekan. Bu yerda qishloq. Hoy, bu yerda kim? Hackerzor. Hoy, bu kim? Ha? Bugun yotadi. Kunda yoqishyaptimi? Ha? Yo'q, yoqdi yoqmayapti. Siz kimsiz? Men politsiyachiman. Men bu shaharning meriman. Merimisiz? Ha, bo'pti. Menga ham bu yerdan bitta uy yo'qmi? Yur, ko'rsataman. Xo'p. Qochib tur. Yur. Yur. Xo'p. Bu yoqqamidi? Ha. Bu kim haykali? Muhammad Ali! Oldingi merimizning haykali. Ali Baba! Uni ismi Steve anaqa nima edi? Xayrullo bo'lgan. Ha, bo'pti. Mana kalit deydi. Rahmat. O'zing yaxshilab joyla. Ochib olamiz. Bunisini ham sanglab qo'yamiz. O'shnamgina ekan. Mana. Bu yerda yotoqxona debman, lekin oshxona ekan. Sevdini olib qo'yamiz. Nuqta, voy xudoyim, hamma yo'q bor ekan. Menimcha shu yerda uy bo'lishi kerak. Voh, bu yerda televizormi yo? Televizor. Bilmadim, televizorga o'xshatyapman. Bilmadim. Yo, Bobomurod. Albatta bularni albatta biz kiyib olamiz. Meni tepishgan ham. Mezza. Bu yerda ikkita kalitdan mayli olib yuramiz. Qani ketdik. Ertalabdan bu nima qilmoqchisan? Eshikni ochib ketib. Hoy, Steve. Ha. Sen bugundan Sen bugundan mersan. Nima, rostdanmi? Rostdan. Yo, Bobomurod. Mana mer. Ertasi meni uyimda sog'liq olasan. Yana politsiya. Do'stlar, men birinchi qishloqqa kelganim bilan men mer bo'ldim. Yaxshi, zo'r. Hali uylar tegishib tutaychi. Tushib ketib qoldim. Yaxshi joylashgan. Ali Baba! Mana shu yerda quralim kerak, hech kim yo'q ekan, mayli quraman. Ertalabki tong. Dodasidan ekanmi? Ertalabki tong. Dodasidan ekanmi? Hoy, sen nima menga qarayapsan? Hektor? Sen blogermisan? Yo'qolib biroz. Yo'q, men bloger emasman. Ha. Mendan soliq olmaysizmi axir? Olamiz. Sendan soliq olish kerak. To'xtang. O'zim kiraman. Bir stakan xolos. Xo'p, bo'ldi. Ye, aka. Ali. Yo'q, telefonni yapma. Bu yerda minora bor ekan. Yo'q, to'xta, bunisi hech chiqmas.
Birinchi mana bunisidan boshlayman. Mana bunisi zo'r ko'rinyapti. Birinchi. So'nglarda hech nima yo'q. Sizni qishloq bilan tanishtirish esimdan chiqdi. Bu yer omborxona. Xotin esanmi? Bu yer Oh, omborxona. bu yerda nima bor? Oh, come on. Men kamonni yaxshi ko'raman. Hey, hech kimga tegmaysiz, hech kimga tegmaysiz. Oy, yaxshimisan? Qanisan? Men pastga tushing. Xo'p. Bunu kiyip almayı öğretsen diyeyapti. Bu yer omborxona, yuring. Ali? Hey. Bu yer polisachi. Xona. Ha, Ya'ni seni xonang. Meni anaqa mahkama. Mana bu yerdan kamonda otishadi. Aha. Yuring. Qanisan? Bilar misin? Mana bu yer kichkina uylar. Ikkinchi, uchinchi uylar. To'rt, beshinchi. Ana bilmayman. Ana bu uy nihoyat oltinchi. Endi yuring. Hop, paketlar. Bir yoqda ketdim. Ana. Mana bu yer yana kamonda joy. Qani? Oh, yaxshi shinamgina joy ekan. Qani tepasiga chiqamiz. Oh, yomon zo'r joy ekan. Menga mana shu bu yoq. Bu yer uy emas. Bu yer anaqa qo'riqchi turadigan joy. Ha, bu yerdan keladi. Bu yoqdan bang'da. Bu yerdan meteorit portlagan ekan. Albatta ichga tushib ko'rishim kerak. Ay, oyog'im. Mayli, ketdi. Bo'l, hey! Hey! Hacker, bo'l. Oh, mana bu yer kon. Ketdik. Ona yerda meteorit portlagan ekan. Bu yer kim uyi? Yettinchi uy. Bu yer meni uyim. Ha, sening bo'pti, yur. Meni o'zim uyimni ko'rsataman. Mana bu yerda meteorit portlagan qani? Bu yerda bojitel bor ekan. Qani? Ana, Ey! mana. Yaramas. O'ldir uni. Qishloqdan qochib ketishga qanday jur'at etdi? Oy, buni bolasi ham bor ekan. Qani? Mana. O'ldir buni. Ya, o'ldirdim. Yana ittasini qishloqdan qochib ketgan. Yo'q, uni o'ldirma. Yur ketdik. Bo'ldi, yetadi. Voy, ichimga kirib olay. Ana bo'ldi, ketdik. Mana shu uyda bitta ko'rib chiqaman men. Bu zo'r uy, olmosdan. Mana bu joyni yaxshi ko'rdim men. Yaxshi, yot olay. Qatorimni. Ha, bu yerda bo'ldi, endi tushundim men. Bo'pti, xullas, men o'z uyimga ketdim. Hacker, Ha. bu yoqqa kel. Xo'p. Senga bitta topshirig'im bor. Hoy! Mana şeker sana. Qoching. Tamam. Mana shu
keldim men. Ha, Yaxshisiz? to'xta. Hozir chiqaman. Bu yerda turib tur. Nonni yeb yotdingmi? Çay qilib ichib olim. Ha? Men yaxshi tabiatimni buncha ko'rgan bo'lmasa. Hoy. Hoy hacker. Ma. Bak. Buyurni soling. Zataloga keksni beradigan bo'ldik. Rahmat, men ketdim. Ha? Sağ olun. Maktabiga. Bo'pti, bor, tezroq. O'tirishda telefon qilib aytdi. Hamma bo'lyapti, mandarin, banan, olma. Menga nima sharoit? Xayr, sizlar bilan men bo'ldim. Mashinaga berasizlar. Va terroristlar oldi. Keks beramiz. Hozir qattiq aytib chiqayin. Xayr, sizlar bilan men bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha va xayr. Like bosinglar.